Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlari qadri. Davrada katta gavhar kim? Qirolicha bu mani onam. Sodda dil onama, jannatim onam. Marhamat. Sizlarni ham mana shunday telekanallarning vaqti bo'lsin. Hammani yalaqat xursand qilib yuraveringlar. Barchalaringizga hurmat, ehtirom bilan Niyozbek TV ijodiy jamoasi bo'ldi. Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlari, qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar, hurmatli Niyozbek TV obunachilari. Barchalaringizga assalomu alaykum deymiz. Bugun Konibodom voqeasini so'lim maskanlardan biri bo'lgan Niyozbek qishlog'ining baxtli xonadonlariga ijodiy jamoamiz bilan qadam ranjida qilib kelyapmiz. Barchalaringizga yaxshi kayfiyatda hamroh bo'lsin. Marhamat ko'rsatuvimizni dinglab tomosha qiling. Kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malik uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosa olmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar qirolicha, qirolicha. Yosh qadar mehrining nuri, dunyolarda umrim mazmuni. Gullar soching shirin follar, bugun onamning tug'ilgan kuni. Qaldirg'ochdek boshimda giryon, baxtim ko'rib quvonar har on. Shirin joni bo'lsinlar omon, bugun onamning tug'ilgan kuni. Avvalambor assalomu alaykum onaxon. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bugungi mana shunday unutilmas onlar, hayajonli lahzalarda 73 bahoringiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ijodiy jamoamiz bilan xonadoningizga, quvonchingizni qo'shqanot bo'lish maqsadida yaxshi niyatlar bilan qadam ranjida qilib keldik. Eng avvalo sizga Allohdan sog'lik, salomatlik, doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xonadonni ko'rki bo'ling, dasturxonni fayzi bo'ling. Farzandlarni, nabiralarni, evaralarni baxtini ko'ring, kamolini ko'ring. Doimo sog' va salomat bo'lib, ularni doimo ana shunday duogo'y bo'lib yurishingizni Allohdan so'raymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya, hayotingiz doimo totli bo'lsin, shirin bo'lsin deya, Shirinahoy Orifjon tomonidan taqdim etilgan shirinlikni guldiroz olqishlaringiz sadosi ostida onaxonimizga taqdim etamiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat, barakat. Rahmat. Barchalaringizni ahli xonadon nomidan xush kelibsizlar, xush ko'rdik deymiz. Barchalaringizga muborak bo'lsin. Bugungi mana shunday unutilmas onlar, hayajonli lahzalarda Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yurgan qizingiz Shahloxon nomlaridan, kuyovingiz Qahramonjon nomlaridan, nevaralaringiz Sabinaxon, Sardorjon nomlaridan, Parvezjon, Sarvinozxon nomlaridan, nevaralaringiz Ramzonjon, Imronjon nomlaridan chin yurakdan muborakbod etamiz. Assalomu alaykum onajon. Aytarman har so'zim dildan, soxta emas, ishoning chindan. Ko'pdir tilaklarim ijobat qilsin, Allohim umringizni bundan ham ziyoda qilsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim
Biz farzandlar, nabiralar, evaralar baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yuzga kirib xonadonimizni, ko'rki dasturxonimizni fayzi bo'lib yurishingizni Allohdan so'raymiz. Sizga hurmat, ehtirom ila musofir yurtida yurgan qizingiz Shahroxon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Albatta barcha farzandlar nomidan mana Dilshodjon akamiz nomlaridan, ahli oilasi nomidan, Ruslanjon akamiz ahli oilasi nomidan, barcha nabiralar, farzandlar nomidan chinakam muborakbod etamiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling, yuzga kiring. Bularni doimo baxtini ko'ring, kamolini ko'ring. Ko'p yillarga duogo'y bo'lib yurishingizni Allohdan so'raymiz. Ushbu satrlarni Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yurgan qizingiz Shahroxon nomidan deb qabul qilasiz. Biz o'qib eshitib beramiz. Hech bir so'z shirinmas onam so'zidek. Hech bir yuz go'zalmas onam yuzidek. Onamni ko'zidek mehrli ko'z yo'q. Hech kimsa bo'lolmas onam o'zidek. Sodda dil onama jannatim onam. Beminnat onam, davlatim onam. Gohida xafa qilsam ham kulib turasiz, yonimdasiz. Bor mening jannatim onam. Allohim umr ber munis onamga. Sabr ber gohida tushganda g'amga. Biz uchun shunda ham qancha dard yutdi, nopoklik yuqmasin deya bo'larkan. Onaxon yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sog' o'ynasizlar. Doimo guldek ochilib, nurdek sochilib yurishingizni tilakdoshimiz. Mana shunday chiroyli olqishlar sadosi ostida barcha farzandlar nomidan jannatim onam budastasini qabul qilasiz. Marhamat. Qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar, hurmatli telekanalimiz obunachilari, biz har bir xonadonga yaxshi niyatlar bilan qadam ranjida qilib borar ekanmiz. Eng ulug', eng tabarruk sovg'alarimizni albatta har bir xonadonga ulashdamiz. Doimo barchangizga ijodiy barkamollik tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deymiz. Onaxon yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Onaxon buni qabul qilamiz. Chiroyli olqishlar bilan onaxon muborak bo'lsin. Albatta mana shunday chiroyli berilgan sovg'alarimiz sizga mana shunday unutilmas, hayajonli onlarni eslab turishni tilakdoshimiz. Tug'ilgan kunlar yana bir bor muborak bo'lsin. Barcha farzandlarni, jigarlarni, singillarni baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Endi hozir men so'z va va'dani hurmat, ehtirom bilan Dilshodjon akamizga beramiz. Marhamat. Ruslanjon marhamat. Onaxonda marhamat. Sizlarga muborak bo'lsin. Apasi mikrofonni olib
Onalar ko'p yuzlarda Beruvchimsiz bitasiz O'zingizga o'xshagan Men ham bo'ldim erka qiz Osmonda oyim kelib Yuragizda joyim berib Topilmas bebahoyim Oh onajonim Shahlo ko'zligim mani Shirin so'zligim mani Dunyoda ishonganim Onajonim Shahlo ko'zligim mani Shu bo'lib toshkim kelar Shu bo'lib uchkim kelar Labingdagi bolingdan Bir qurtum ichkim kelar Avtobusga olacham Yurakdagi olacham Qo'ying buncha kichkina Tiliqlari bolacham Yurmagan boshingdan Bo'ppiz 6 yoshingdan Qo'y kelar Yo'lsham Bag'lardagi kiyiksham Gulsham Sekin qo'limga kisham Gulsham U yuragim shamasan Gulsham Gulsham Bag'lardagi kiyiksham Gulsham Sekin qo'limga kisham Gulsham U yuragim shamasan Gulsham Dağlar başı qarmidi, yo bevafo yormidi Balandorga asilding, menga balo bormidi O'ynab boqosh ko'zingni Yazsam saqla o'zingni Ko'ylakchalar qarmidi, yoki ozramidi Bilamadim yoki da menda qisqa bormidi O'ynab boqosh ko'zingni Yazsam saqla o'zingni Bag'dosga olacham, yurakdagi olacham O'yin buncha kichkina, tiliqlari bolacham Gulsham Gulsham Bag'lardagi kiyiksham Gulsham Sekin qo'limga kisham Gulsham Bu yuragim shamsan Gulsham Sochlarni ko'rsatmadi ro'mollar tabib Dardim suvga aytsam ketdi ko'pib Ko'chalarga suv sepadi o'tganimda Olmayapti xatlarimni tutganimda Meni tashlab ketma seni kutganimda Gelsin, yorim gelsin Omad yer beraydim jonim gelsin Gelsin, bolam gelsin Ishra bilan nozlanib qo'lim gelsin Gelsin, yorim gelsin Omad yer beraydim jonim gelsin Gelsin, bolam gelsin Ishra bilan nozlanib qo'lim gelsin Rahmat. Yana bir bor onaxon tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz. Qadri baland qadrdonlar, qadrli do'stlar, aziz yurtdoshlar, hurmatli Tele kanalimiz obunachilari. Bizni Tele kanalimizga murojaat qilgan Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburg shahrida yurgan Shahlaxon singlimizga, Qahramonjon akamizga ijodiy jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohim o'z panohida asrasin, safarlaring bexatar bo'lsin, sog'lik, salomatlikda mana shunday go'zal yurtimizga kelishlaringizni tilakdoshimiz. Ushbu satrlarni mana shu
musofir yurtida yurgan farzandlaringiz nomidan o'qib eshittiramiz. Gohi bemor, gohida bedor. Yo'llarimda gulib parvona, menga mushtoq, menga xoksonim, sizni juda sog'indim ona. Yashayapman sizdan yiroqda, nima qilay ilojim yo'qda. Sog'inchlardan yuragim cho'qda, sizni juda sog'indim ona. Bugun mehr izlaganim rost, hasratlardan bo'zlaganim rost. Olislarda yig'laganim rost, sizni juda sog'indim ona. Nasib etsa taqdir izimi, yoningizda bo'lsa edim sizni. Siz ham meni sog'indingizmi? Sizni juda sog'indim ona. Albatta singlimizni safarlari bexatar bo'lsin, Alloh o'z panohida asrasin, sog'lik, salomatlikda bag'ringizga kelishini tilakdoshimiz. Yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Endigi navbatni onaxonga o'ziga beramiz. Ikki og'iz shirin tilaklarni, chiroyli duolarni guvohi bo'lamiz. Onaxondan qarab. Rahmat, sog' o'ynaringlar, doim yaxshi kunlarda uchrashaylik. Qizim bilan yo'qmi? Yaxshi ishlab kelsin, doim sog'liq. Yo'lda yursalar, safarlariga duo qilsin. Sizlarga ham rahmat. Doim baxtimda hamma farzandlarim sog' bo'lsinlar, iloyim. Sog' bo'ling. Rahmat o'g'lim sizlarga. Rahmat Rahmat, yashang. Sizlarni ham mana shunday telekanallaring vaqtli bo'lsin. Hammani yili xursand qilib yuraveringlar. Hamma ikolarimga rahmat. Shubhajonni e'zoz qilgan hammaga rahmat. Shahlojonni ham Alloh umri uzun bo'lsin. Balolarni baxtini ko'rsin. Balolari ham mana shunday oyamni qanday hurmat qilgan bo'lsa, Shahlaxonni ham shunday hurmatda, izzatda olib yursin. Alloh ishiga rivoj bersin. Qahramonni ham yaxshi ko'rishga Alloh munosib ko'rsin. Yaxshilikda, sog'likda ko'raylik. Oyaginamni tug'ilgan kunlari yana bir bor muborak bo'lsin. Bizlarni ham mana shunday oyamni yoshiga Alloh yetkazsin. Yanada 90-100 yoshlarda ham birga yurishga Alloh hammamizni munosib qilsin. Shu xizmatda ekolarimni ham Alloh ishlaringga rivoj bersin. Yaxshi joylarda ko'rishga hammamizni Xudo munosib ko'rsin. Rahmat ekolarim. Barakat toping. Rahmat. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'zi yemay deydi faqat bolam uchun. Borim berdi ota-onam bizlar uchun, biz farzandlar nima qildik ular uchun. Qadri baland qadrdonlar, qadrli do'stlar, ota-ona g'animatdir, bu dunyoda barchamiz mehmonmiz. Shunday ekan, ota-onalarni hayotligida ularni duolarini olaylik. Qalblariga yo'l topib, mana shunday ularni boriga shukrona qilaylik. Rahmat. Tilagim yurtimizda har kun bo'lsin bayram to'y, istagimiz har hovlida yaxshi kunlar cho'zsin bo'y. Har yigitga Xudoyim o'g'il qizni bosh bersin, har kim karnay choldirib el yurtga osh bersin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Rahmat. Agar sizda ham mana shunday taklif istak bo'lsa, tele ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamimizga murojaat qiling, operatorimiz siz bilan bog'lanadi. Mana shunday yaxshi kunlaringizda ijodiy jamoamiz bilan Kamarmasda bo'lish barchamizga nasib qilsin. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar Allohim o'z panohida asrasin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Barchalaringizga hurmat, ehtirom bilan Niyozbek TV ijodiy jamoasi bo'ldi. Salomat bo'linglar, rahmat.